Xitoy Malayziya hukumatidan 11 Uyg'urni o'tkazib berishini talab qildi. 8 fevral Qrim agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy o'tgan yili Tailand tutib turish o'rnidan qochib, Malayziyada tutilib qolgan 11 Uyg'urni Malayziya hukumatidan o'tkazib berishini talab qilgan. Xabarda o'tgan yili Tailand tutib turish o'rnidan qochib ketgan 25 Uyg'ur ichidan bir qanchasi Malayziya chegarasidan o'tish davomida tutilib qolganligi, 10 necha Uyg'urning Malayziyaga o'tib yoshiringanligi, ularning ichidan 11 kishining bir oy burun Malayziya soqchilari tomonidan tutilganligi bildirilgan. Xabarda bu xabar oshkorlangan hamon Xitoy doiralarining Malayziya hukumatidan mazkur Uyg'urlarni qaytarib berishni talab qilganligi va u Uyg'urlarni asabiy, radikal, terrorchi degan tuhmatlar bilan qaralab, Malayziya hukumatini o'tkazib berishga qistiganligi bildirildi. Axborot manbalarida Malayziya hukumatining texi bir qarorga kelmaganligi, 11 Uyg'urning oqibatining qanday bo'lganligi haqida andisha ichida ekanligi, xalqaro kishilik huquq organlari Malayziya hukumatidan Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib bermaslikni talab qilganligi bildirildi. Kishilik huquq tashkiloti Malayziya hukumatini 11 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bermaslikka chaqirdi. 9 fevral FMT xabarida bildirilishicha, Dunyo kishilik huquq tashkiloti Malayziya hukumatini 11 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bermaslikka chaqirdi. Xabarda kishilik huquq tashkiloti bayonotchisi Brad Adams bayonot berib, necha 10 ming Uyg'urning Xitoyning bostirishi sababli boshqa davlatlarga qochib ketganligini, bu Uyg'urlarning Xitoyning har xil besimlari sababidan qochib chiqqanligini, tarixda Xitoyga o'tkazib berilgan Uyg'urlarning umuman turmaga qamalish, qiynab so'roq qilinish qatorli xatarlarga duch kelganligini, Malayziya hukumati bu Uyg'urlarni Xitoyning talabiga asosan Xitoyga o'tkazib bermasdan, balki ularning musofirlik iltimosini adil tartib bilan muayyanlashtirishini, bu Uyg'urlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti himoya qiladigan musofirlar tizimligiga jiddiy anga elinishi kerakligini bildirgan. Xitoyda metro qurilishi o'ltirishib ketish voqeasi yuz berdi. 9 fevral Xitoyning Xinhua agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Foshan shahrida davomlashayotgan metro qurilish liniyasida aniq bo'lmagan sabablar bilan yer ko'chish hodisasi yuz berib, 8 Xitoy o'lgan, 9 kishi yaralanib, 3 kishi yo'qolib ketgan. Voqeadan keyin Xitoy soqchilari ma'lum doirada yerning o'ltirishib ketganligini, voqeaning kelib chiqish sababini tekshirishga boshlaganligini bildirgan. Yevropa İttifaqı İşleri Ministeri viza masalasi to'g'riliq to'xtaldi. Turkiya Yevropa İttifaqı İşleri Ministeri Ömer Çelik vizasiz sayohat masalasi to'g'riliq muhim so'z qildi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Çelik Turkiya Buyuk Millat Majlisida Yevropa İttifaqı Maslashtirish ishlari komitetining boshlig'i va a'zolari bilan ko'rishdi. Hamda bu yerda qilgan so'zida Yevropa İttifaqı bilan Turkiya o'rtasida vizasiz sayohat masalasi to'g'riliq o'tkazilayotgan suhbat haqida to'xtalib mundaq dedi. Vizasiz sayohatga aloqador xizmatni tamomladik. Turkiya zimmasiga yuklangan barliq vazifalarni to'liq ado qildi. Buningga asoslanganda 72 o'lchamga aloqador xizmatlarning hammasi ishlanib bo'ldi. Yana bir tarafdan Turkiyaning Yevropa İttifaqı turishliq doimiy vakili bosh elchi Farruq Qaymoqchi vizani amaldan qoldirishga aloqador xizmat plani hujjatini Yevropa İttifaqı komitetining 1 darajalik muavin boshlig'i Frans Timmermansga topshirganligini ifodaladi. Shavkat Mirziyoyev Erdo'g'anni O'zbekistonga ziyoratga taklif qildi. Turkiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo'g'an O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan telefonda ko'rishdi. Turkiya Ovoz radiosining O'zbekiston prezidentligi axborot ishxonasi tomonidan e'lon qilingan bayonotga asosan bergan xabarida Erdo'g'an bilan Mirziyoyev telefon suhbatida 2017 yili oktyabr oyida Mirziyoyevning Turkiyada elib borgan rasmiy ziyorati ko'p taraflamalik o'zaro manfaat yetkazish asosidagi O'zbekiston-Turkiya hamkorligini yangi bir bosqichga ko'tardi deyildi. Suhbatda bu ziyorat jarayonida imzolangan kelishimlarning amaliylashtirishi, savdo, iqtisod, selinma, texnika, bankchilik, moliya, qatnash, sayohat va boshqa sohalarda cho'ng ko'lamli o'rtaq loyihalarning tayyorlanishi va amaliylashtirishi qatorliq temalar muzokara qilindi. Cumhur Rais Erdo'g'an O'zbekistonning Turkiya fuqarolariga 30 kunlik viza kechirim qilish qarori uchun rahmat etdi. Mirziyoyevmi bu qarorning savdo, iqtisod, selinma va sayohat sohalari uchun yangi imkoniyatlarning yaratilishiga hassa qo'shadiganligini, eng muhimi qarindosh xalqlar o'rtasidagi do'stlik munosabatlarini texmi mustahkamlaydiganligini, Turkiya fuqarolarining O'zbekistonni ziyorat qilishi uchun
yaxshi sharoit yaratib beradiganligini bildirdi. İkki rahbar telefon suhbatida O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi do'stlik, qarindoshlik munosabatlarini va texmi zich hamkorlikni İkki rahbar telefon suhbatida O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi do'stlik, qarindoshlik munosabatlarini va texmi zich hamkorlikni taraqqiy qildirishga tayyor ekanliklarini yana bir qatim ta'kidladi. Mirziyoyev yana Cumhur Rais Erdo'g'anni O'zbekistonga taklif qildi. Amerika Davlat Majlisi a'zolari Xitoyning Huawei va Zhongshin shirkatlarini cheklash loyihasini o'ttirg'a qo'ydi. Amerikaning 2 nafar Kengash palata a'zosi oldingi kuni Amerika hukumatini Xitoyning Huawei va Zhongshin shirkatlari ishlab chiqargan telefon aloqa uskunalarini sotib olish va yoki ijaraga elishni cheklaydigan bir qonun loyihasini o'ttirg'a qo'ydi. Reuters agentligining bildirishicha, bu loyiha senator Marco Rubio va senator Tom Cotton ikkilan tarafidan e'lon qilingan bo'lib, ular Huawei shirkatining Xitoy hukumatining qo'li ekanligini, uning Amerika hukumat xizmatchilari ishlatayotgan uskunlarga so'qinib kirishi orqali Amerikaning davlat maxfiyatliklarini o'g'irlash maqsadiga yetmoqchi bo'layotganligini bildirgan. Biz bu shirkatlarning uskunlarini ishlatmasakmi, Amerikada boshqa nurg'un texnik shirkatlari bor. Biz Xitoyning Amerikada josuslik qilishini osonlashtirib bermasligimiz kerak. Biroq Xitoyning Xinhua agentligi bugun buningga inkos qaytarib, Amerikaning Huawei qatorliq shirkatlarini cheklash harakatini Xitoyning taraqqiyotidan qo'rqqanligining alomati degan.